Termiz shahar temiryo'l vokzalida, ya'ni TUS universitetining yonida 5 qavatli pishig'ishdan qurilgan uylarning 3-qavatda umumiy maydoni 87.2 kvadratni tashkil qilgan 3 xonalik tayyor uyimiz sotuvda. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Siz bilan birgalikda xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, men kattagina koridor turibman. Koridordan kelishimizda o'ng qo'limizda biza katta mehmonxonasi, aynan ushbu mehmonxonaning razmeri 8 ga 4 bo'ladi azizlar. Juda katta mehmonxona. Siz so'raganingizdek ko'rib turibsiz, mebellarigacha bor azizlar. Aynan ushbu xonadonimizda 3 ta konditsioner, 2 ta televizor va barcha bitiov texnikalari bilan sotiladi azizlar. Kelishimizda o'ng qo'limizda xuddi shunaqa mehmonxonadek katta xona, ya'ni spanli qilib qo'yibdi. Ko'rib turganingizdek, bu xonada ham konditsionerlar, deysizmi, televizor, xullas barcha shart-sharoitlar bor. Yana TUS universitetining yonidan bo'lyapti azizlar, 87.2 kvadrat hisoblanadi. Aynan siz so'raganingizdek, dushovoy bilan hojatxonasi, razdelni ko'rib turganingizdek, yarmiga emas, oxirigacha kafillangan azizlar. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya, asli muammo yo'q. Kelishimizda chap qo'limizda bizda bolalar yotoqxonasi, spanli xona desak ham bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa konditsionerlar bor azizlar. Pishig'ishli uylardan bo'lyapti. Tezda shoshilib qolamiz. Bunaqa variantlar kamdan kam chiqishadi. Kelishimizda chap qo'limizda bizda hojatxonasi, bu ham to'liq kafillangan. Ko'rib turganingizdek, aristonlar qo'yilgan. Undan keyin esa oshxonasi. Oshxonasida televizorlar, o'tirishga o'g'loqlar, hattoki ko'hna mebellar va avtomat kir mashinasigacha bor. Tezda shoshilib qolamiz. Bunaqa variantlar kamdan kam chiqishadi. Aynan sizda 350 million, 400 million atrofida pul bo'ladigan bo'lsa, qolganini ikkilamchi ham chiqarib beramiz azizlar. Tezda shoshilib qolamiz. Qolgan batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq pastda ko'rsatilgan raqamlarga bog'laning.